Bu yerdagi o'qituvchilar bizga chuqurlashtirilgan holda o'qitishar ekan. Ota-onani duosini olgan inson juda ham o'sha kuni yaxshi o'tadi. Tulpor belida egar shamol novdani egar. Shu maktabni direktori Botir Jo'rayevga kattakon rahmat. O'sha hozirgi yoshingizdan o'qishni boshlaganingiz ma'qul. Assalomu alaykum, qadrli bizlarni kuzatayotgan hamyurtlar, hurmatli ota-onalar va talabalar. Biz bugun podkastimizni navbatdagi sonini olish arafasida turibmiz va bugungi bizning mehmonimiz Oxford International School maktabi talabasi, o'quvchisi, 7-A sinfida o'qiydigan Erkinov Azizbek bo'ladi. Assalomu alaykum Azizbek. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan bir dildan suhbat qilish niyatimiz bor. Birinchi savolda avval qisqacha o'zingiz haqida gapirsangiz. Xo'p, mening ismim Erkinov Azizbek. Men Oxford International School'ning 7-A sinfida tahsil olyapman. 3 oydan beri shu maktabda o'qiyman. 2012-yilda tug'ilganman, 27-sentyabr kunida va shu maktabga o'zimni mehrim bor o'qishga. Shu. Oilada nechta farzandsizlar Azizbek? Oilada 3 ta farzandmiz. Men eng kattasiman. Mendan keyin 2 ta ukam bor. Ular bilan juda ham birga quvnoqmiz, ahil-inoqmiz. Bitta ukam 2014-yil tug'ilgan, bitta ukam 2023-yilda tug'ilgan. Hali kichkina. Kun tartibingiz haqida nima deysiz Azizbek? Kun tartibim maktabdan oldin 8:30-9larda uyg'onardim maktab sababli. Shu 6:40larda uyg'onaman. Keyin yuz-qo'llarimni yuvib, oilam davrasida nonushtaga o'tiraman. Keyin yaxshi kayfiyat bilan maktabga kelaman. Maktabda darslar nechida boshlanadi va siz nechida kelasiz? 8:30da boshlanadi, 8larda kelaman. Shu 5larda qarab tugaydi. O'zi ertalab maktabga kelish jarayoni qanaqa? Iloji bo'lsa bir jarayonni, holatni tushuntirib bera olasizmi? Ko'pincha uyqum kelib qoladi. Yuzimni yuvib uyqumni qochiraman. Keyin tetik o'tirish maqsadida ko'proq harakat qilishga o'zimni undayman. Chunki agar shunday qilmasam, darsda uyqum kelib qolishi mumkin. Siz maktabda 3 oydan beri tahsil olyapman deb aytdingiz. 3 oyning ichida nimalarni o'rgandingiz va o'zi taassurotlari qanaqa? Taassurotlarim juda ham yaxshi. Ingliz tili, matematikadan juda ham ko'p narsalarni o'rgandim. Bundan oldin ham ingliz tilini o'qiganman, lekin bu yerdagi o'qituvchilar bizga chuqurlashtirilgan holda o'qitishar ekan. Ya'ni o'sha har bitta o'quvchini imtihonga kirish uchun har bittasi bilan alohida shug'ullanishar ekan. Shu menda juda ham katta taassurot qoldirdi. Va avval o'qigan paytlarimda umuman speaking bo'lmasdi. Bu yerda har xil podkastlar, shunaqa yana multfilmlar, ba'zida kinolar ko'ramiz va o'zimizni o'qituvchimiz yordamida speakingimizni oshirishimizga harakat qilamiz. Yana bundan tashqari o'sha IELTS imtihonining listening, readinglarini ham o'qituvchimiz bizga olib keladilar va biz uni qo'ldan kelgancha bajarishga harakat qilamiz. Siz 5gacha maktabda bo'laman deb aytdingiz, kechqurun 5gacha. O'zi darsdan tashqari ko'p vaqt qolmaydi-yu, lekin o'sha bor vaqtingizni qanday sarflaysiz? Uyga borgandan keyin avval shu ovqat yeymiz, ya'ni kechki ovqatni yeymiz. Keyin darslarga o'tiraman. Ularga ham 1-2 soat vaqt sarflayman. Chunki bilasiz 9 soat dars bo'ladi bir kunning ichida. Ularning hammasidan topshiriqlar berilgan bo'ladi va hammasini bitta bajaraman. Undan keyin oilam davrasida suhbatlashamiz. Maktabdan 3 oyning ichida do'stlar orttirishga ulgurdingizmi? Ha, albatta. Hozirda juda ham ko'p do'stlarim bor. Ular bilan ahil, juda ham yaqin bo'lib ketdik. O'zimning sinfimdan 6 ta do'stim bor. Juda ham ular bilan ahilmiz, bir-birimizni qo'llab-quvvatlashga harakat qilamiz. Masalan,
bitta yo'lda bir maqsadda bir do'stim yiqilib qolsa, biz butun do'stlarim davrasida uni turg'izib, uni qo'llab-quvvatlashga harakat qilamiz. Azizbek, kitob o'qishga mehringiz qanaqa? Kitob ham o'qib turaman. Asosan Yevropa janrlarini o'qib turaman. Shu Harry Potter, shunaqa asarlarni. Chunki dramatik janrlar yoqadi. Chunki ular Yevropada bilasiz, drama janri juda ham rivojlangan bo'ladi. Mana bu detektiv janrlar juda ham rivojlangan bo'ladi. Ular men uchun qiziq bo'lganligi sababli ko'p o'qib turaman. Keyin kutubxonalarga ham borib turaman ba'zi-ba'zida. Azizbek, maktabga kelganingizga 3 oy bo'lishiga qaramay, men ishonchim komilki bir qiziqarli holatlar bo'lgan sizda. Shu birortasini eslay olasizmi? Ha, eslay olaman. Biz birinchisi o'qituvchimiz bilan rus tili o'qituvchimiz bilan kino ko'rdik, ruscha kino ko'rdik. U juda ham yaxshi taassurot qoldirdi menda. Endi do'stlar davrasida kino ko'rish bu men uchun qiziqarli, chunki yolg'iz kino ko'rgandan ko'ra do'stlar davrasida yoki oila davrasida, yaqinlar davrasida kino ko'rish men uchun qiziqarli. Bu birinchisi. Ikkinchisi, scholarship imtihonlaridan yuqori natija oldim. Ammo scholarshipga sal balim yetmay qoldi, lekin chetlatish olmaganim bu men uchun yaxshi holat bo'ldi. Ammo hozirda shu chegirmalar olishga juda ham qattiq tayyorgarliklar ko'ryapman. Hurmatli tomoshabinlar, scholarship haqida ozgina ma'lumot berib o'tsam, scholarship bizada shunaqa tizim mavjudki, yaxshi o'qigan talabalar, yaxshi o'qigan o'quvchilarga o'zini baliga yarasha foizga urilib, ya'ni foiz asosida diskount beriladi, ya'niki chegirmalar beriladi va u chegirmalar bolalarga sertifikat orqali beriladi va ularni portfoliosiga qo'shiladi. Ingliz tilidan, matematikadan va maktabdagi barcha mavjud fanlardan har oyda scholarship imtihoni olinib, har oydagi to'lovlariga u asosiy chegirma sifatida ballariga, yig'gan ballariga qarab ishlatiladi. Endi Azizbek, uyda oilangizga vaqt ajratyapsizmi? O'zi maktabdan tashqari uydagilarga qanaqa yordam beryapsiz? O'zi bilasiz, maktab tugagandan keyin uncha ko'p vaqt qolmaydi. Lekin men harakat qilamanki, shu oilam davrasida biror foydam tegsin. Shu avval darsni qilaman, ortib qolgan vaqtimga oilam davrasida vaqtimni o'tkazaman. Asosan oyimga yordam beraman yoki ukalarimni zavqlantiraman biror o'yin o'ynatib. Shu kabi mashqlarni oilam davrasida bajaramiz. Endi maktabdan o'rgangan eng bir fandan tashqari bir nima deydi? Bir skill deylik. Skill degan ya'ni ko'nikma, ko'nikma. Qanaqa ko'nikmalar oldingiz? Masalan, men bolalardan so'rayman, ular aytishadiki, qanday hurmat qilishni yoki Botir aka bizani ustozimiz aytganlaridek har ertalab turib oila a'zolarimizdan, ota-onamizdan duo olib kelishni, shunga o'xshagan qanaqa bir ko'nikma orttirdingiz? Birinchi navbatda hozir aytganingizdek ota-onani hurmat qilish, chunki ota-onani duosini olgan inson juda ham o'sha kuni yaxshi o'tadi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, shu o'zimdan boshqa, mendan tashqari odamlarga yaxshi munosabatda bo'lish. Chunki hamma teng huquqqa ega. Birov-birovni kamsitishga yoki biror narsa qilishga, haqorat qilishga haqqi yo'q va men o'zimdan kattalarni hurmat qilishga va o'zimni do'stlarim bilan yaxshi munosabatda bo'lishni o'rgandim. Bitta qiziqroq savollarga o'tsam endi. Agar bir kun maktab direktori bo'lsangiz, maktabdagi nimani o'zgartirardingiz? Avvalambor shu maktabni direktori Botir Jo'rayevga kattakon rahmat aytib qolamiz, chunki u kishi bizga shunday sharoitlar, o'qishimiz uchun sharoitlar qilib berdilar. Endi savolingizga o'tadigan bo'lsak, agar men direktor bo'lganimda shu bir kunning ichida obedni, ya'ni o'sha tushlikni yeb bo'lgandan keyin hamma pastga tushib, mana shu yerda katta monitorda inglizcha kino ko'rib,
har bir odam o'zini taassurotini aytishni xohlardim. Aha, zo'r. Azizbek, do'stlarim ko'p dedingiz, a? Yoki sinfdoshlaringiz, agar sinfdoshlaringiz darsdan qolib ketsa yoki biror narsani tushunmay qolsa, qanaqa yordam berasiz? Endi poludnik vaqti bo'ladi. Unda yarim soat vaqt bo'ladi, yarim soat beriladi. Ya'ni o'sha ozgina ovqat yeb olishga, keyin o'zlarini darslarini bajarib o'tirishga. O'sha paytda bunaqa holat bo'lgan. Do'stim uncha yaxshi tushunmagan mavzuni, shuning uchun uyga vazifani qila olmagan. U tushkunlikka tushib o'tirgan vaqtda men oldiga kelib, unga ya'ni smartboardlarda yozib tushuntirganman va u yaxshi tushunib, o'sha kuni uyga vazifani bajarib 5 olgan. Zo'r. Azizbek, dam olish kunlari haqida nima deysiz? Yakshanba kuni dam olish kuni bizada. Shanba kunichi? Shanba kuni? Shanba kuni o'qish kuni. Faqat obedgacha o'qiladi. Xo'p, yakshanba kunidagi dam olish haqida nima deysiz? O'zi nimalar bilan band bo'lasiz? Yakshanba kuni shu o'zini uni ham kun tartibi bor, o'sha bir kunlik tartib, ya'ni birinchisi shu 8:30 gacha uxlab olaman, chunki ertasi kuni yana barvaqt turish kerak-ku. Sal ko'proq uxlayman, keyin uyni tartibga solamiz. Asosan shu chang pol deganda changlarni olamiz, keyin shu ukamni ko'chaga aylantirishga olib chiqaman, kichkina ukamni. Keyin oila davrasida endi bilasiz, o'sha yakshanba kuni hamma nimaga dam olish kuni belgilanadi. Oilam davrasida o'tirib tushlik qilamiz, dildan suhbatlashamiz. Keyin oyim va dadam meni o'qishim haqida so'radilar. O'qishing yaxshimi? Qiynalmayapsanmi? Hozirda men o'zi 7-sinf bo'lsam, birinchi smena 8-sinfda o'qiyman. Chunki B1 daraja hozir ingliz tilim, shuning uchun 8-sinflar bilan o'qiyman. Shu sababdan dadam va oyim asosan so'rab turadilar. Yaxshi o'qiyapsanmi? Shu kattalar bilan o'qishda qiynalmayapsanmi? Keyin men javob beraman, yo'q, qiynalmayapman. Yoki qiynalish bo'lsa, mana shu joyda qiynalish bo'lyapti deyman. Keyin dadam onlayn dars, shunga o'xshagan narsalar qo'yib beradilar va men undan yaxshi tushunib olaman bir mavzuni. Keyin ertasi kuni yana motivatsiyaga to'lib maktabga kelaman. Endi maktab haqida yana gapirsak, maktabga o'sha kelishingizdan oldingi va hozirgi hayotingizda farqi qay darajada taqqoslab bera olasizmi? Albatta, bu yerga kelgandan keyin juda ham yaxshi taassurot qoldirdi menda, chunki avvalgi maktabimda bilimga uncha e'tibor qaratilmagandi. Asosan shu soch turmak, forma, shunaqa narsalar edi. Keyin bu yerda 9 soat bo'lgani menga juda ham yoqdi, chunki ertalabki 4 soat meni kelajagimni o'zim uchun yaratib bera oladi-da. Ingliz tilini yaxshi o'qiyman va IELTS topshiraman degan o'zimda bir fikr bo'ladi har ertalab va shu asosida men o'qiyman. Bu yerga kelib, avvalgi maktabimda esa darslar asosan 2-smenada bo'lardi, 40 minutdan va do'stlarim bilan o'qishga harakat qilardik, lekin ustozlar yaxshi tushuntirib bera olishmasdi. Bu yerda masalan tushunmasangiz, darsdan keyin ham qolib, qo'shimcha darslar orqali bizga tushuntirib berishga harakat qiladilar ustozlar. Menga shu tarafi juda ham yoqdi. Zo'r. Endi Oxford maktabini 3 ta so'z bilan ta'riflay olasizmi? Albatta, intizom, sifat, kelajak. Kelajak. O'zi Azizbek, sizning kelajakdagi orzungiz nima? Kim bo'lmoqchisiz? Orzum albatta shu yurtimga foydasi tegadigan inson bo'lish hamda Angliyadagi Oxford University'ga o'qish. Mana hozir Oxford xalqaro maktabda o'qiyapman. Nasib bo'lsa kelajakda Angliyadagi Oxford universitetida o'qimoqchiman. Albatta sizga baraka tilab qolamiz bu yo'lda. Azizbek, sizni ko'rayotgan yoshlar bor. Shularga qanaqa maslahat berasiz? Avvalambor bilimga qattiq mehr qo'yishlarini va unga diqqatli bo'lishlarini xohlayman, chunki
Mani yoshimdagilar erta bir 4-5 yildan keyin уже kech bo'lgan bo'ladi-da. Va ular qancha erta boshlasa o'zlariga foyda. Chunki qancha erta boshlasa o'zidan yuqoriroq pog'onadagi narsalarni o'rganib ketsa, bu IELTSni ham ertaroq topshirib, baland natija erishishga olib keladi. Azizbek, eshitishimiz bo'yicha sizni hobbingiz bor va u Qo'shiq aytish. qo'shiq aytish, agar iloji bo'lsa, birorta qo'shiqni, yaxshi ko'rgan qo'shig'ingizni efirga qilib bera olasizmi? Men Tangali bolalardagi Doston Ubaydullayevni Tulpor qo'shig'ini aytib bermoqchiman. Eshitamiz. Tulpor, 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 tulpor belida egar, shamol, 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 novdani egar, yuragim, 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 yuragim tulpor bo'lsa, bulut, 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 bulut boshimga tegar. Qirg'i qanotin yozar, qirlar aqldan ozar, men qirlarda yugursam, olamni shamol bosar. Qirg'i qanotin yozar, qirlar aqldan ozar, men qirlarda yugursam, olamni shamol bosar. Rahmat Azizbek. Biza Azizbek yoshlarga maslahat berib o'tdik. Endi iloji bo'lsa podkastimizni kuzatayotgan barcha yosh qari insonlarga 7-sinf o'quvchisi Erkinov Azizbekdan maslahat eshitsak do'stlar. Azizbek, qanaqa maslahat berasiz? Avvalambor ota-onalar o'zini farzandlariga bilim yuzasidan juda ham qattiq qarashlarini xohlardim va ularni hozirgi maktabiga borib bir bilim darajasini ko'rsinlar va Oxford xalqaro maktabiga kelib bu yerni bilim darajasini ko'rsinlar, o'zlari farqni ham sezadilar-da. Avvalambor shuni xohlayman, chunki Oxford xalqaro maktabini juda ham ko'p yutuqlari bor. IELTSdan yuqori natijalar va malakali ustozlar. Bu yerda juda ham yaxshi bilim olishingizga kafolat berib o'tiladi, chunki har bir ustoz o'zini fani bo'yicha bilimga juda ham qattiq e'tibor bergan va ota-onalar ko'p narsa aytib o'tmaymiz, kelsinlar, ko'rsin va guvoh bo'lishlarini xohlaymiz. Rahmat. Endi oxirgi so'nggi so'z o'rnida Azizbek, o'zingizni tengdoshlaringizga 3 ta o'qishga kitob tavsiya qilsangiz. Birinchisi jahon asarlaridan, bu albatta Harry Potter. Uni o'qigan odam hamjihatlikni o'rganadi, birdan bo'lishni va bir-birini qo'llab-quvvatlashni o'rganadi. Ikkinchisi bu o'zimizni adiblar tomonidan yozilgan Jaloliddin Manguberdi kitobi. Agar siz bu kitobni o'qisangiz, siz bobo kalonlaringiz haqida juda ham ko'p ma'lumot ola olasiz va siz ularga munosib avlod bo'lishga harakat qilasiz. Uchinchisi bu O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari asari. Bunda siz asosan shu ona mehri, ya'ni onani e'zozlash va uni qadriga yetishni o'rganasiz. Bu ham juda ham yaxshi asar. To'g'risini aytaman, bu asarni o'qib ko'zimga yosh kelgan, chunki o'sha paytda men ona qadrini va onani shu qadriga yetish, uning mehri qanchalik ko'pligini juda ham o'zimga bir xulosa qilib chiqarganman. Kattakon rahmat Azizbek. Qimmatli vaqtingizni ajratib, bizani bir kulbamizga, kichkinagina podkast oladigan joyimizga kelganingizga albatta va qadrli do'stlar, qadrli kuzatuvchilar va hamyurtlar, hammalaringizga e'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi bizning mehmonimiz, yana qaytarib o'taman, 7-A sinf o'quvchisining Erkinov Azizbek bo'ldilar va Azizbek dildan suhbat uchun yana bir marta minnatdorchilik bildiraman. Sog' bo'ling. Rahmat sizga ham. Rahmat.